Dasturimizni davom ettiramiz. Va'da qilganimizdek, mehmonlarimiz allaqachon studiyamizga kirib kelishdi. Demak, yaqindagina Qozog'istonning Almata shahrida sartaroshlar va kosmetologlarning Osiyo birinchiligi bo'lib o'tdi. Unda bir qator mamlakatlarning eng nomdor sartaroshlari ishtirok etishdi. Qonali tomoni shundaki, unda biz yigitlarimiz yana bir bor birinchi o'rinni qo'lga kiritishdi. Ta'kidlab o'tish kerakki, 15 ta davlat orasida birinchilikni qo'lga kiritgan bizning qahramonlarimiz studiyamizda. Sartaroshlar assotsiatsiyasi, O'zbekiston sartaroshlar assotsiatsiyasi raisi o'rinbosari Abduvali Orifxo'jayev hamda shogirdlari Yahyo Mirzo Qodirov va Quvonish Mamarashidov. Xush ko'rdik chempionlar. Yaxshi keldingizmi? Erta tongda kayfiyatingiz qanday? A'lo darajada. Abduvali avvalo mana shuncha davlatlar orasida muvaffaqiyatli ishtirok etib, yurtimiz sharafini munosib himoya qilib birinchi o'rinni qo'lga kiritganini chin yurakdan tabriklaymiz. Nozima, bular nihoyatda mehnatkash yigitlar, qaysi bir tanlovga bormasin, eng avvalo vatan sha'nini birinchi o'ringa qo'yadi. Xo'sh, bu tanlovdan qanday taassurotlar bilan qaytdilar? Yuzdagi tabassumga qaraganda kayfiyatlar zo'r. Taassurotlar ko'rib turganingizdek bir quvvat bermoqda. A'lo darajada kayfiyat berib, endi bu yog'iga ishimizni, kasbimizni yanada rivojlantirishga shijoatimizni oshirmoqda. Chunki bu darajada natija va bu darajadagi katta miqyosdagi natijalar va taassurotlar bizga hali katta natija ishtiyoqlarni va kasbimizga yutuqlarni beradi. Yahyo Mirzo, necha yildan beri Abduvaliga shogirdsiz? To'g'ri bo'lsa, bu yil endi mana 3 yil bo'ladi. Hali 3 yil bo'lmadi. Qanday ustozlar? Qattiq qo'lmilar yo ko'ngilchanmilar? Lekin ko'rinishlaridan qattiq qo'lga o'xshamaydilar. O'rtacha, agar ayb xato qiladigan bo'lsak, qattiq qo'llikni ham o'z joyida qiladilar. To'g'ri yo'lni ko'rsatib. Yahyo Mirzo, shunday bir gap borda, agar musobaqa o'zimizning yurtimizda bo'ladigan bo'lsa, devorlar ham qullaydi, yordam beradi. Ammo Qozog'istonga borib, mezbonlar ham ishtirok etgan. Shu bilan birgalikda 15 ta dedingiz, 15 dan ortiq davlat ishtirok etgan tanlovda birinchi o'rinni qo'lga kiritish. Bu avvalo faxr. Xo'sh, tayyorgarliklar qanday bo'ldi va qanday qilib raqiblarni bir mag'lubiyatga uchratdilar? Kechasi 1-2 bo'lsa ham ustoz o'zlari uxlamasak ham kechasi bilan trenirovkalar qilib, manekenlarning sochlarini bo'yab, to'g'risi musobaqagacha tayyorgarlik ko'rdik, keyin u yog'iga tavakkal qilib maydonga chiqdik. Maydonda boshqa raqiblarni ko'rib, o'zimizdagi anaqa ishtiyoq sal so'nib qolayotganida, ularni ko'rganimizda ular ham kuchli edi. Ancha kuchliroq bo'lib ko'rindi bizaga. Keyin sizlarga nima motivatsiya berdi? Yana ishtiyoqni ko'tarish. Ustoz o'zlari kayfiyatni tushirmanglar, o'zinglarning ruhinglarni ko'taringlar. Maydon hal qiladi. Maydonda. Abduval bunday vaqtda ko'plab o'sha guruh rahbarlari, murabbiylar jamoadagilarga qattiq gapiradi. Siz esa ularga motivatsiya bergansiz shekilli. Ham motivatsiya berganmiz, ochiq oydin tushuntirib berganmiz. Chunki shunaqangi taassurot bo'lganki, hattoki o'tda Angliyadan, Italiyadan, Finlandiyadan, Turkiyadan, Mongoliya, Rossiya, Xitoydan raqiblar kelgan edi va juda katta miqyosdagi raqiblar bo'lganiga, hattoki meni yoshimdan kattaroq raqiblar qatnashib, ular xalqaro maydonlarda, katta maydonlarda qatnashib yurgan raqiblari bo'lgani uchun bularni ham hayajon juda kuchli bo'ldi va bunda bu bizga to'siq bo'la olmadi va chunki siz bir necha yillik sartaroshsiz, mohir ustasiz va bu chempionat faoliyatingizning nechinchisi? Anchagina. Hadisini olgansizda chempionatlarda ishtirok etishni. Guruh rahbari sifatida ishtirok etib, yigitlarni ham qo'llab-quvvatlagan. Albatta. Qani? Quvonish, marhamat, sizga nima yordam berdi? Mana bilamizki, bu chempionatdan avval yurtimizda ham Yangi O'zbekiston bog'ida 22-noyabrda adashmasam, O'zbekiston chempionati bo'lib o'tdi. Unda qatnashdingizmi? U yerdagi ishtirok sizga qaysidir ma'noda yordam berdimi xalqaro chempionatda ishtirok etishingizda? Assalomu alaykum. Avvalambor shunchalik bizga e'tibor berganingiz uchun yana shu yerga guruhga ham rahmat aytaman. Ota-onamga, ustozlarimga,
meni yaqindan tanigan hammaga Quvonch menimcha studiyaga kelishdan oldin mana shu so'zlarni aytib kelaman deb niyat qilganlar. Barakalla. Dilda tugib qo'ygan. Tugib qo'yganlar. Barakalla. Niyatingizga erishdingiz. Davom eting. Qani chempionat haqida gapirishing. chempionat ancha zo'r bo'ldi, ancha hayajon kuchli bo'ldi, ancha qiyin bo'ldi. U yerda menga eng katta yordam bergan narsa ota-onamni, tanishlarimni, hammasini ishonchi va ustozimni bergan ilmi. Siz necha yillik shogirdsiz? Men 2 yil. 2 yil bo'ldi. Nima uchun aynan shu sohani tanlagansiz? Nima qiziqish uyg'otgan sizda sartaroshlikka? Qiziqish. Endi boshida hobbi edi, keyin kuchayib Kasbga aylandi. kasbga aylandi. O'zi bu sohami yoki kasbmi Abduvali? Mana ko'pchilikda shu savol uyg'onadi, hokimiki. Bu hayot. Qoyil. Bu hayot. Nega oddiy ta'rif keltiraman? Kasbimizda ham psixolog, ham doktor, ham arxitektor, ham quruvchi, ham biznes, har xil soha egalari bilan Muloqot. yarim soat bo'lsa ham dildan suhbat qilasiz. Va bu dildan suhbatda hayotingizda har bir javhada ma'no, mantiq, ilm, tajriba oshib boradi. Har bir mijoz bilan suhbatdan so'ng o'zingizga kerakli xulosalar Albatta, chiqarasiz. albatta. O'ziga xos psixolog ham bo'lib ketgan Albatta, albatta. Aytaylik, mijozingizga, soch turmagi yoqmay qolganini uning yuz ko'rinishidan payqaysizmi yoki Ragi sekin o'zgarib borayotgan. yoki harakatlar? Ishonasizmi yo'qmi, mijoz kirib kelganda sochini ahvolidan u odamning hayoti, kayfiyati, qanaqangi ichki kechinmalargacha his qiladigan tajribalarimiz bor. Aniqlash mumkinmi shuni? Tajribalarimiz bor. Psixolog bo'ladi. Endi 22 yildan beri shu sohani ichidamiz. Hatto aytamiz, soch taralishi yoki yuvilgan, yuvilmagan yoki qay holatda bir turishi formasidan Ehtiyot bo'lib borish kerak. his hayotlarigacha ko'p narsani anglaymiz. Demak, sartaroshga turmak uchun bormoqchi bo'lsangiz, sochingizda turmaklar boring, faxrli. Albatta. Abduvali, bilamiz, ustozingiz Farhod aka Shomurodov, assotsiatsiya raisi. Fursatdan foydalanib ularga ham tabriklarimizni yetkazamiz. Minnatdorlik aytamiz mana shunday shogirdlarni tarbiyalayotganliklari uchun. Ular bilan biz ijodiy hamkorlikdamiz doimo. Abduvali, mana Quvonch bilan Yahyo Mirzodan tashqari yana shogirdlaringiz bormi? Chempionatlarga munosib mana shu shogirdlarning yaqinda ishtirok etadi deydigan, chunki oldinda yangi yil, yangi chempionatlar ko'p. Albatta, shogirdlar masalasida juda shogirdlarimiz ko'p. Mana hozir shu kungacha 22 yildan beri mingdan ortiq sartaroshga yo'l yo'riq ko'rsatishga, foydamiz tegishiga harakat qildik, sababchi bo'ldik. Hozirgi bu taqdirlangan kuboklar ham ko'rib turganingizdek, bular faqat bularniki emas. Necha kishi bor unda? 11 kishi bordi, 10 kishi birinchi o'rinni oldi. 10 ta birinchi o'rin. 10 ta Barchasi birinchi sizning o'rin. shogirdlaringiz. Va davlatlararo eng ko'p soni bu Hindiston, Mongoliya eng ko'p Sartarosh. o'rin olgan sartaroshlarda Mongoliya 3-o'rinni oldi, Qozog'iston 2-o'rinni oldi va birinchilikni O'zbekiston. Qarang, mezbonlarning o'zi 2-o'rinni oldi. Albatta. Va mana shu statuetka menimcha. Bu Grand Prix o'zimizda respublikada bo'lgan, mana Quvonchni Quvonchniki. statuetkasi va undan tashqari qo'shimcha qilaman, bu Sochida 45 ta davlat ichida bo'lgan jahon chempionatida shogirdimiz o'tgan safar keluvdilar. Umidjon Musalimov qatnashib 45 davlat ichida ham birinchilik Grand Prixni oldilar shogirdimiz va shuni kuboklari va boshqa shogirdlarimizni ham kuboklari hisoblanadi. Bu yerda juda ko'p shogirdlarimizni yutuqlardan, to'g'risini aytsam, hattoki mashinaga sig'madi. Bundan yana 2 barobar bor kuboklar, juda ko'p sig'madi va o'ylaymanki, endi bu yutuqlar davomiy bo'ladi. Davomiy bo'ladi va biz Bundanda qadam ba qadam shogirdlaringizdan birma-bir suhbatiga taklif qilaveramiz. Siz esa rad etmay kelaverasiz Bir endi. narsani alohida e'tirof etishni xohlagan bo'lardim. Mana birinchi yildirki Abduvali akademiyasini ochgan va bu yerda juda ko'plab nozima yoshlarga hunar o'rgatyapti-da. Mana hozir shogirdlarim mingdan oshib ketdi dedi. Eng quvonarli tomon shundaki, har bir o'sha akademiyani bitirib sartaroshlik kasbini egallagan yigit qizlarga Abduvali ish bilan ta'minlashga ham ko'maklashadi. albatta. Ana shu haqda ham gapiryapmiz. Hozirda ochig'ini aytsam 500 dan ortiq shogirdimizni ish bilan ta'minladi. Respublika bo'yicha to'liq ish o'rinlari bilan ta'minladi. Undan tashqari hozir Qozog'istonda, Rossiyada, Qirg'iziston, Tojikistonda ham shogirdlarimiz faoliyat olib borishyapti va ish o'rinlari bilan egallashyapti. Va shu qatorda bir narsani aytib o'tmoqchi edim. Shu kunga erishishimizga, shu kunlarga yetishimizga avvalo yaratgan va
onalarimizni, yaqinlarimizni duosi va ustozlarimizni yo'l yo'rig'i, ustozlarimizni tarbiyasi bilan shu kunga erishdik va bunga mingdan ming yaqinlarimizga, onalarimizga, ustozlarimizga qo'limiz ko'ksimizda rahmat aytib qo'ymoqchiman. Shu narsani iloyim ishonchi yanada oliy darajada oqlashga harakat qilamiz. Siz kimga rahmat aytasiz yaqinimizga? Xo'p, meni kuzatib turgan barcha yaqinlarimga rahmat aytaman. Avvalambor ota-onamga shu sohaga kirib kelishimga va shu sohani qiziqish bildirganimda qo'llab-quvvatlash, meni ruhiyatim tushirmasdan menga faqatgina omad tilashib, qo'llab-quvvatlashgani uchun ota-onamga rahmat aytaman va avvalambor ustozimga kattakon rahmat aytaman. O'rgatgan ilmlari uchun, bergan bilimlari uchun, shu darajaga kelishimizga ustozim sababchi. Jonli efirni tomosha qilishyaptimi ota-onangiz? Ha, albatta. Biz ham rahmatimizni aytamiz. Biz jonli efirdamiz, Quvonchbek. Boshida aytib qo'ydim. Yana bir marta ayting. Ota-onaga Qancha rahmat aytsam kam? kam. Tomosha qilishyapti bizni hozir. Ha, albatta. Ular qayerda? Toshkentdami yoki Qoraqalpog'istondami? Yo'q, Toshkentda. Toshkent viloyatida. Biz ham fursatdan foydalanib yigitlarimizning ota-onasiga minnatdorligimizni bildiramiz. Sababi yurtimizga mana shunday ajoyib yigitlarni o'stirib, ulg'aytirib, tarbiya berganingiz uchun va chempionlar yetishtirganingiz uchun sizlarga alohida tashakkurlarimiz. Yana men rahmatni Abduvaliga aytmoqchi edim. Qayerga borsa albatta mamlakatimizda shon shavkatini ko'klarga ko'taradi, O'zbekistonimizni dunyoga tanishda o'zlarining xizmatini qilib kelyapti. Bundan keyin ham shogirdlaringizda quvonchidan boshingiz osmonga yetib yursin deymiz. Chunki shogirdni ustoz tarbiyalaydi, ustoz qadrini esa shogirdlar ko'taradi. Rahmat bugun erta tongdan vaqtingizni ayamay studiyamizga kelganingiz uchun. Kelasi yilda ham qator chempionatlarda faqat birinchilikni Grand Prix sohibi bo'lishingizni tilab qolamiz. Aziz muxlislar, bugungi dastur sizga manzur bo'ldi deya umid bildiramiz. Eng yaxshi tilaklarni sizga ravo ko'rib, xayrlashish niyatidamiz. Dam olish kunlaringiz maroqli o'tsin. Barchangizga xush kayfiyat kun davomida hamroh bo'lsin. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling.